Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda urush keskinlashdi. AQSh Eronga yangi zarbalar berdi. Tehron ham qo'lni qovushtirib o'tirmay javob zarbasini berdi. Armaniston KXSHTdan quvilishi mumkin. Rossiyada urushda qatnashgan xorijliklarni deportatsiya qilish taqiqlandi. Yevropa Ukrainadagi urushda qatnashgan rossiyaliklarga taqiq o'rnatmoqda. Erkaklar, tan oling, ba'zan telefoningizning quvvati siznikidan uzoqroq yetib qoladimi? Kayfiyat joyida, niyat joyida, lekin energiya yetishmayaptimi? Ayolingizni yana bir bor ko'nglini zabt etishni xohlaysizmi? Shunda ko'plab erkaklar tanlayotgan vulkan haqida o'ylab ko'ring. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mahsulot. Jinsiy quvvatingizni ham yuqori darajaga olib chiqadi. Va eng yaxshi yangilik hozir 30% chegirma. O'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotmang. Vulkan faol va ishonchli hayot sari qadam. Hoziroq buyurtma bering. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Urush keskinlashdi. AQSh Eronga yangi zarbalar berdi. Tehron ham qo'lni qovushtirib o'tirmay javob zarbasini berdi. AQSh qurolli kuchlari Eronga qarshi yangi harbiy amaliyotni boshladi. AQSh markaziy qo'mondonligi CENTCOM o'zining X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida bu zarbalar Eronning asosiy va davomli tajovuziga javob ekanini ma'lum qildi. Qo'mondonlik ma'lumotlariga ko'ra, AQSh operatsiyani Toshkent vaqti bilan soat 00:15 da boshlagan. Zarbalardan biroz avval Donald Trump yangi hujumlar rejalashtirilganini e'lon qilgan edi. AQSh mudofaa vaziri Pete Hegseth Tehronni yangi zarbalar bilan ogohlantirib, bu amaliyotlar urushni qayta boshlash uchun emas, balki kelishuvga erishish uchun sharoit yaratishni ko'zlashini ta'kidladi. Eronning IRNA axborot agentligi Minab va Serik shaharlari hududida portlashlar sodir bo'lganini xabar qildi. Reuters agentligiga ko'ra, Fors ko'rfazi sohilidagi Bandar Abbos shahri, shuningdek Gorgan port shahridagi aeroport va harbiy baza yaqinida ham portlash ovozlari eshitilgan. Ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Eron bunga javoban Fors ko'rfazi davlatlari va Iordaniyadagi AQSh harbiy bazasiga ballistik raketalar yordamida zarbalar bergan. Kuvayt armiyasi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda havo hujumidan mudofaa tizimlari ishga tushirilgan. Bahraynda havo hujumidan ogohlantiruvchi sirenalar yangragan. Bundan tashqari Eron harbiy qo'mondonligi Hormuz bo'g'ozi to'liq yopilganini e'lon qildi. Rasmiy Tehron bo'g'oz orqali o'tishga uringan har qanday kema nishonga olinishidan ogohlantirdi. Eron davlat televideniyasi harbiy kuchlar allaqachon 2 ta kemaga o't ochganini xabar qildi. AQSh qurolli kuchlari Eron tomonidan urib tushirilgan aytilayotgan Apache jangovar vertolyoti ortidan 10-iyun kuni ham Erondagi nishonlarga zarbalar bergan edi. CENTCOM bayonotiga ko'ra, operatsiya Hormuz bo'g'ozida amerikalik harbiy vertolyotga qarshi amalga oshirilgan harakatlarga javob sifatida o'tkazilgan. Armaniston KXSHTdan quvilishi mumkin. Armaniston 2 yildirki KXSHT kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti byudjetiga badal to'lamayapti. Bu haqda 10-iyun kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov KXSHT tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishi yakunlari bo'yicha matbuot anjumanida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, KXSHT ishtirokchilari Armanistonga nisbatan tashkilot ustavining tegishli moddasini qo'llashni ko'rib chiqadi. Ustavga ko'ra Armaniston KXSHTda ovoz berish huquqidan mahrum etilishi yoki tashkilotdan butunlay chiqarib yuborilishi mumkin. Armanistondagi saylov kuni hamkasbim Ararat Samvelovich Mirzoyan KXSHT masalasi nima bo'lish haqidagi savolga biz badal to'lamayapmiz, chunki shunchaki unda ishtirok etmayapmiz deb javob berdi. Armanistonning KXSHT byudjeti oldidagi qarzdorligi 2 yildan oshib ketdi. Bu vaziyat tashkilot ustavida ko'zda tutilgan va biz bugun KXSHT ustavining tegishli moddasini ishga solishni ko'rib chiqishga kelishib oldik, dedi Lavrov. KXSHT ustavining 25-moddasiga binoan, agar tashkilotga a'zo davlat 2 yil davomida byudjet oldidagi qarzdorligini uzmasa, kollektiv xavfsizlik kengashi ushbu mamlakat fuqarolarini KXSHT doirasidagi kvotali lavozimlarga nomzod sifatida ko'rsatish huquqini to'xtatib qo'yishi, shuningdek qarzdorlik uzilgunga qadar mamlakatni ovoz berish huquqidan mahrum qilish mumkin. 20-moddada esa a'zo davlat ustav talablarini bajarmagan taqdirda kengash ushbu mamlakatni tashkilotdan chiqarib yuborishi mumkinligi ko'zda tutilgan. Bunday vaziyatda qaror o'sha mamlakatning ovozi hisobga olinmagan holda qabul qilinadi. Armaniston 2024-yilning fevral oyida KXSHTga a'zoligini muzlatib qo'ygan. Bu qaror ittifoqchilar o'z majburiyatlarini bajarmayotgani va o'z mas'uliyat hududlarini tan olmayotgani bilan izohlangandi.
Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan KXSHTni respublika xavfsizligiga tahdid deb atagan. U zarurat tug'ilgan taqdirda Armanistonning tashkilotdan chiqishi mumkinligini istisno qilmagan edi. Iyun oyida bo'lib o'tgan KXSHT mudofaa vazirlari kengash yig'ilishida Armaniston vakili ishtirok etmadi. Rossiyada urushda qatnashgan xorijliklarni deportatsiya qilish taqiqlandi. Rossiya Davlat Dumasi 3-o'qishda yangi qonun loyihasini qabul qildi. Unga ko'ra mamlakat armiyasida xizmat qilgan va jangovar harakatlarda qatnashgan chet el fuqarolari hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni mamlakatdan deportatsiya qilish taqiqlanadi. Bu haqda The Moscow Times xabar berdi. Yangi qonun loyihasiga ko'ra, urushda qatnashgan xorijliklar uchun quyidagi yengilliklar beriladi. Ularga vaqtinchalik yashash, doimiy yashash yoki ishlash ruxsatnomalarini berishni rad etish taqiqlanadi. Ularning Rossiyaga kirishi taqiqlanmaydi va mamlakatda bo'lishi nomaqbul deb topilmaydi. Jangovar harakatlar faxriylari uchun patent va ishlash ruxsatnomalarini berish, uzaytirish hamda bekor qilish bo'yicha cheklovlar olib tashlanadi. Bu shaxslarga nisbatan 2022-yil 24-fevraldan keyin qabul qilingan barcha deportatsiya qarorlari avtomatik ravishda bekor qilinadi. Agar shartnoma bo'yicha xizmat qilayotgan xorijlik askar yoki faxriy migratsiya qonunlarini buzsa, u deportatsiya qilinmaydi. Buning o'rniga unga 50 ming rublgacha ma'muriy jarima solinadi yoki u majburiy jamoat ishlariga jalb etiladi. Hukumat ushbu qonun loyihasini Davlat Dumasiga 2025-yil noyabr oyida kiritgan edi. Deputatlarning ta'kidlashicha, qonun frontda ishlayotgan xorijliklarni o'z vatanidagi jinoiy ta'qiblardan va Rossiyadagi byurokratik muammolardan himoya qilishga qaratilgan. Vajniy istoriya loyihasi jurnalistlarining aniqlashicha, 2023-yil apreldan 2024-yil may oyi oxirigacha 49 ta davlatdan 1,5 mingdan ortiq xorijlik Rossiya armiyasi bilan shartnoma imzolagan. Ular orasida Nepal, Xitoy, Hindiston va O'zbekiston fuqarolari ham bor. Telegraf nashrining xabar berishicha, 2025-yil oxiriga kelib Rossiya, Afrika, Osiyo va Lotin Amerikasidagi 128 ta davlatdan taxminan 18 ming nafar fuqaroni urushga jalb qilgan. Ulardan kamida 3300 nafari halok bo'lgan. Nepal, Hindiston, Shri-Lanka, Iordaniya va Keniya kabi bir qancha davlatlar Moskvadan o'z fuqarolarini urushga yollashni to'xtatishni talab qilgan. Rossiya o'z navbatida bu talablarni bajarishga tayyorligini ma'lum qilgan. Yevropa Ukrainadagi urushda qatnashgan rossiyaliklarga taqiq o'rnatmoqda. Yevropa ittifoqining Rossiyaga qarshi joriy etiladigan 21-sanksiyalar paketiga yangi taqiq kiritilishi mumkin. Unga ko'ra, Ukrainadagi harbiy harakatlarda qatnashgan yoki urush boshlangan 2022-yildan buyon Rossiya armiyasida xizmat qilgan barcha Rossiya fuqarolarining Yevropa ittifoqi davlatlariga kirishi taqiqlanadi. Bu haqda Yevropa komissiyasi rahbari Ursula von der Leyenga tayanib RBK xabar berdi. Urush boshlanganidan beri Rossiya qurolli kuchlarida xizmat qilgan barcha shaxslarning Yevropa ittifoqiga kirishini taqiqlashni ilk bora taklif qilyapmiz, dedi u. Uning so'zlariga ko'ra, bu qaror Ukrainadagi harbiy amaliyotda qatnashgan barcha rossiyaliklar uchun Yevropa ittifoqi mamlakatlarini yopiq hududga aylantiradi.